أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول. مثلا بالناسنا yüztilla kaldı dedik. Lekin koldu turup o tavar kemik götürdü. فإن الثورية وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتريه نقدا بأقل من ذلك الثمن. Sauri'den Kufa alimlerden bir grup alimler bunu satın kişi libaihi bin nadira, yani nesi satkan kişi bin nadira, yani nesi. Ve in kana du usratin fenadiratun ila meysara, yani mühlet verilsin, vaqt verilsin deyilmandi. Ma'lum bir muddatga nesi satkan kişi qanaqasi bo'ldi ekan? An yashtariyahu naqdan bi aqalla min zalika thaman. O'z satgan nesi bahodan to'rak bahoda naqd setuvasi bo'ldi debdi. Masalan 100 tangaga nesi satgan, o'zidan 50 tangagacha naqd setuvasi bo'ldi ekan. Satqadan. Bular shunda qarabdi. Wa an Malikin fi zalika riwayatan. İmam Malik'ten bu meselede iki rivayet geldi. Yani bu bir narsa satqandan keyin bu narsa o'z holida turmay kemiyib ketdi. Mesela ya qo'rilib ketdi, ya uruqlab ketdi bo'lsa, aziyib ketdi bo'lsa. Mushu ahvolning gapi. O'z holida turgan bo'lsa bo'lmaydi degan Kufiylar, masalan, jumhur bo'lmaydi degan. İmam Şafii bo'ldi deb turgan. والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع منها إلى. Yani müşterilik so'dilarda İmam Malik mushu jazoniga ya cheklangan ishqa bahona bo'ladi, choralab qoldim shu yerga opirdi deb hisoblagan narsalar tuandikilar dedi. Yani yuqoridagi har xil usullarni qilib so'dib esa cheklangan mush 5-6 xil turlik ig'ir ishqa ilib bordi demoqchi. Hali cheklangan ishlar qancha tuandikilar dedi. Anzirni azidka. Men muhlat bergin, men sana jiqroq qaytiray. Yani bu ribal cahiliyenin türü. Soğudlaştık. Pulunu nesi qilib qo'ygan. Yilning 5'ida bir satib. Yilning 5 ketdi, pul yo'q. Bunday qilmas. Anzirni azidka. Menga yana muhlat vasila bir ashkay. Ya bir yil. Mesela jiqroq qaytiray. Yani ribal cahiliye degan. Ribal duyun degan. Demek aşında yuqorqi ishlar ribal duyunga bahona yo'lab, natijada shunda chataq ishlarga dastlab qolgan ahvol bor demakchi. Ev ila bey'i ma la yejuzu mutafadila. Yoki bir-birini ortiq almashtirish bo'lmaydigan ribaviyat bor dedik-ku, tamoq masalan. Al-burru bil-burri degandek va shuning qiyos qilingan narsalar. Shu narsani o'z jinsi bilan bir-biriga ortiq tegisi bo'lmaydi. Yuqoridagi ishlarni shunda ishqa ilib bordi demoqchi. Yani ribal fadliga ilib bordi. Birinchisi ribal duyun, ikkinchisi ribal fadl. Endi uchinchisi bey'i ma la yejuzu nasa'an. Ribal nasa demoqchi. Yani naxni qilmay, nesi qo'yib jazoni shakllanadigan ishlar ilib bordi. Aw ila bay'in wa salafin, yoki bir so'dinishida ham so'di va ham qarz berib turish va. Men ma'noni sataman, lekin menga mancha pul qarz berib tursa degandek. Bu bir xil shaklangan ish. Aw ila zahabin wa aradin bi zahab, yoki oltinga tegishmay, oltin va bir tarafda, yana bir tarafda oltin bilan yana bir tovar bor. Ma bilajikni ma bilajikka, lekin ma kiyimni qo'shib berma degandek. Aw ila da'va ta'ajjal, yoki qarzning bir qismini o'tib bilan qog'ini naq bergan degan narsaga ilib bordi deydi. Bu xilofiy masala. Lekin yuqorqilar hammasi bir ittifoq cheklangan narsa. Aw bay'at ta'ami qabla an yastawfa, yoki yastawfi, yoki oshliqni to'liq ilishdan ilgari setib o'tish degandek ahvollarga ilib bordi deydi. Çünkü seyyadiste, muttafaqun alayhi hadiste neha an bey'at ta'ami qabla an yaqbid, yoki istawfa deb kelgan. Açliq setuvasa buni to'liq topshirib erishishdan ilgari satsa bo'lmaydi. Ba'zida qabla an yunqiluhu ila rihalihim deb kelgan. O'zining turalg'isiga yo'tkab bo'g'icha shu og'aya tuzlon setishni cheklagan degan hadislar bor. Açliqning gapi bu. Endi kim boshqani o'shan qiyos qilamdiq yoki misha to'xtab qolamdiq, bu yana boshqa bir masala. Aw bay'in wa sarfan, yoki bir so'dva ham shuningda yana pul almashtirish masalan. Dollar, oltin, ko'lni almashtirish tek bir ishim bor.
فإن هذه هي أصول الربا. Demek muşulanda ribanınki asaslık şekillerden ibaret. İmam Malik ensirgini yuqurqidak. Mesela tushungan bizda o'tgandek ashunda ahvollar nechta shaklda muomala qilish, mushunda 5-6 xil ig'ir cheklangan ishlar ilib bordi demoqchi. Davom ekan, mushunda narsa ilib boradigan narsani cheklaymiz, yo'chiqni taqaymiz, bana oldigan ishni qo'ymaymiz demoqchi. ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه. Mana mush bab munosabatlik bir masalada ixtilof bo'ldi. Bu bo'lsa ashliq setibdi. Lekin qo'lga topshirib elishdan ilgari setibdi. Mesela bir do'kondan bir taqa ash qoldi. Ya bir kishidan bir taqa ash qoldi. Ashliq qo'lga topshirib, arvoga besib ketmay turib, ashada to'g'izib qo'yib turibman ko'pida satsa bo'lmaydi demiş. Nereden de ashliq almashtirish yo'ldan bu. فمنعه مالك وأبو حنيفة وجماعة. إمام مالك أبو حنيفة bir grup alimlar, belki İmam Ahmed bildi belki. Bunda cumhur diyendek alimlar bulmaydı depti. Kolunu tapşırıp almay, satsan bulmaydı demek. Bu meydan da aşkını setiş, almashtirish diyendek sözlüğü aşkını setişinin özü şundan. Cumhur bulmaydı. Belki ittifak var bununla. Aşkını kolu tapşırıp eriştin ilgili satsı bulmaydı. Lekin meydan aşkını setiş diyendeken o aşkını pulu setip kalsan, bu başka mesele oldu olma, bu aşkını setiş diyendek. وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي. İmam Şafii bunu caiz deydi o depti. Lekin İmam Şafii bunu caiz demeydi. Belki Sevri Evzai'nin bunu caiz demeydi. Demek bir yada hazır mezheplerini rivayet kılışta bir hatalık boğan boş mümkün. Yani cumhur bulmaydı o dedi bu şekilde. Söz satı kılışını. Yani yötkep epketkenliken andın satsa, yötkemeye turup satsan bulmaydı o dedi. Ne için yötkemeye turup satsa bulmaydı aşkına? Sebebi ne mi? Ya inek mesela 100 kilo aşkına yaptı, tağa kaçı yaptı, lekin onu epketmekti. Şu satıkçının kolunda bu da. La tabi ameliyse innek tutmayın var. Ya umum şu nümege çetişlik hem de. Muşuna da yakın kapalıdı. Lekin de özünün kolda olmalarının sesini için çekildi. Çünkü bu yötkeşten ilgili. Yani seti bağıcı bunu kolu tapşırıp erişten ilgili bu satıkçının zamanetiz buldu. Aşı iyi aşını var. Ya uğrap gitti, yok gitti, sen tüleydiğin deken. Sen kolga onu tapşırıp almağın deken. Ben de almadım, sildi kağım tutsa da bu esvalarlardan olur. Bu bizim mesuliyeti ötmegen çağda satsa bulmaydı. Ondan hem faydası bulmaydı. Çünkü sen hiç kanda bir mesuliyetin üstünde ammaylan başqalarının kolda turuqluq o narsa. Hiç qanda mesuliyet kelmaydigan holatda shu so'zini qildan qanchadan foydalasa hech qanday bir ishtimondaklar bu bo'lmaydi. Agar sen qulog'ini topshirib elab, uni ichib ketsa, ojib ketib, chaqilib ketib, nima qilishga xavfga o'zing duchor qilib, undan foydalangan bo'lsang bo'ldi. Bu tamoqdan qatlig'ini emasmi boshqa? Ya hozir ma bu hadis kelgani tamoqdan ketdi. Ma masala hozir tamoq suturu. Am tamoqdan boshqani qiyos qilamdi o keldi. Bundan keyin. Yani bu hadiste men itta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfihi deb bunda kelgan. Ve hujjatu men karihahu annahu shabihun bi bay'at ta'ami bit ta'ami nasa'an. Bu xuddanda ashqashliqqa nasi satqanga o'xshab qoladi, shuni buni yomon ko'rmaymiz debdi ba'zilar. Va man ajazahu lam yara dalika fihi i'tibaran bi tarkil qasd ila dalik. Jaiz deganlar buni maqsad qilmagan ekan, mayli deb qarabdi. Lekin mushu masalada mazhablarni rivoyat qilish toza to'g'ri emas. ومن ذلك اختلافهم في من اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم. falan ayda topshirib oldim, falan kun topshirib olma deb oshliq setibdi. فلما حل الأجل شو deyishgan vaqt kelgan chaqda lam yakun عند البائع طعام. Sotuvchining qo'lida u oshliq yo'q ekan. لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه فاشترى من المشتري طعاما بثمن يدفعه إليه مكان طعام الذي وجب له. Bu hazır bir aşkını nesiyset oldu. Tapşırıp aldığım vaqt kelgan chaqda bu satqıcı dehqon deylarmi? Dehqon buğday satmoq istedi. O vaqtida mesela 1 tonna buğday beraydi ma. So'zlashdi. O vaqt kelgan chaqda 1 tonna buğday chiqmadi. Chiqmagan ekan bu dehqon boshqadan qo'shnislarga boshqa bozor ekilib bilan setilib bilan o'rin basgo ishtiga etdi. Unda qilmay sizning qo'llarda buğday bormi? Bor. Unda esa menga hozir kim qolgansan? 1 tonna degan bo'lsa 8 kilo menda bor, 200 kilo kim qolgan bo'lsa 200 kilo menga buğday saslar deb uningda oldi ekan. Eleban 200 kilo bo'lgan ekan, mana siz kim qolgan 200 mamiz 1 tonna oldi deb menda bermoqchi. فاشترى من المشتري طعاما أستوى غشدن أشخص ستولك بثمن يدفع إليه
Ana pul verib setib, makani ta'amilladi vajib. O'zi berish kerak bo'lgan mesela 200 kilo kam qolgan desak, 200 kiloning o'rniga 200 kiloni setib, 800 kilolar 1000 kilo bir tonna qilib topshirib bermoqchi ekan. Unda qanchalik 8 kilo o'zini basmada topshirib qo'yganda 1000 kiloni qo'ygan. Bu buğday alma deb turiblar. Men buğday pul bergan buğday alma. Pulni to'lamayman. Chunki bu tijoratda sizning kallardan ba'zi shunda mundaq hechim mumdu yanglar u odamning kallasi so'zmay yo'q men mundaq qilma deb turoldi. Odam ag'amlarni shunchalik bor o'xshamaydi, o'zgarishda bo'ladi. yoki u avarchilikdan bozorga chirib, u bozordan sepib chiqamdim necha kilometr yo'lmoq. O'sha topshib ilishni o'ylaganman deb turoldi. ومنع من ذلك مالك إمام مالك bunu cheklabdi bo'lmaydi va ajaz zalika Shafi'i İmam Shafi'i jaiz debdi chunki İmam Shafi'i ko'pincha ahvolda asoddan masoddan ayirib ma bir soda boshqa odamning setvasi bo'lamdi uni asli odamning setvasi bu ayrim soda burun pul o'tkazib qo'ygan soda u ayrim soda وقال لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري. demek bu setva uchun ason, boshqa odamning ason o'xshash deb turibdi. Lekin o'xshashma? Naqd topshirib olgan. Demak bu ashqlan setva olmay, pulni setva olgan bo'ldi, nima? Va mana min zalika malikun. Albatta jumhur mu buni cheklaydi. İmam Malik ve Cumhur. Ve ra'ahu min ad-dari'ati ila bay' at-ta'am qabla an yustawfa, yoki yastawfi. Bu hamda aşkını puluk kuluğa bulashdan ilgiri, topshirib erishdan ilgiri setishdan iboratmi shimo debdi Cumhur. Chunki masalan 1000 kiloda 8 kilo batonunda 200 kilo yo'qdi. Demak bu yo'q narsani nima setib qo'ygan narsa. Bay'at ta'am qabla yastawfi degan gap shu. Hozir shu 200 kilo men setib olmoqchi. 200 kiloni men setilishdan ilgari bu 200 kiloni men setib qo'ygan. U odamdan men topshirib olib qo'yg'ichi setishning jumlasidan deydi. Yani muşulluğun delili bu. Belki buna itiraz oluşu mümkün, kalımızı ötmesi mümkün. Lekin muşullar muşullar deb turibdi. Mesela 1000 kilo so'rashgan ma'nosi 8 kilo menda batib berdim. 200 kilo menda yo'q. 200 kiloni qaysi setib oldimmi? Demak, mush 200 kilo hozir. Men quloq topshirib erishilgan nima setib qo'ygan. Undan keyin shu quloq topshirib olmay turib setishdan cheklagansiz bunda tushdi deb. Birinchisi qanday ona ta'sir ko'rsatdi? Hozir jumhur ikkisini bir chapdi. Bir-birini chetib so'di bu. Ama 200 kiloni aslasi. Siz 200 kiloni elab o'rgatmi, yesizlar kar yo'qdir. Biz shu 200 kiloni shu setvalarga qaytib birdi. Burun men setib qo'ygan 1000 kiloni ichida 200 kilo. So'lning 5-chi taqlab ko'rgan yo'q narsa seti. Shu beyan ma'nosi. Uni yo'q degansiz. Yo'q narsa satsang bo'lmaydi. Voy uni o'mogan chiqdi. Ofatga qo'lamdi, hukumat ta'tilandi, nima bo'ladi uni qo'lmaydi. Shu qo'lamdi yo'q narsa satmasa, voy taqloldi odatda bo'ladi. Ve sureti zeriyat fi zalik. Endi mushundan qanday bu jazoniga ya bunga bir sabab bo'lib qoldi bu. Ise en yeshtari rajulun min akhar ta'aman ila ajalin ma'lum. Fa in hal al-ajal qala alladhi alayhi ta'am laysa 'indi ta'am. Nisi ash satqan. Vaqt kelgan chog'da men bug'doy yo'qdi deb qarab turdi. Unda o'zi qanday qilmaysan? Walakin ashtari minka ta'am alladhi wajaba laka alayya. Lekin men sana topshirishim kerak bo'lgan ashqni men sendan olay dedi. فقال هذا لا يصح شنو ادم ديدا دقيق درس olmaydı لانه بيع الطعام قبل ان يستوفى çünkü bu to'liq quliq topshirib olmagan ashliqni setishdan iborat bo'lmaydi ma bu desa abilarman degan fayqullahu fabi' ta'aman minni va arudduhu alayk undan keyin menga ashliq setmagan shuni men sen qaytirib beray deydi fayaridu min zalika ma zakarnahu shuna bunda so'di bo'lsa nima kelib chiqadi bo'lsa yuqorqidek shunda kashirish kelib chiqadi. Yani bu zari'alar riba bo'lib qoldi demoqchi. Yani an yarudda alayhi zalika at-ta'am alladhi akhadha minhu. Yani ashundan setgan narsa o'zidan shuni qaytirib berdi. Va yabqa thaman al-madfu' inma huwa thaman at-ta'am alladhi huwa fi zimmati. Yani bergan pulchi keyin bergan pul ashgadin qolgan ashqning pulisi bo'lib turaverdi dedi. Yo'q buni nima shubha bor degan chiqdi mushun mazmunda. Sal chataqdak. Davonki ma jumhurlar ya biz mushunda bahona qiliblam jazoni yeydiganning yo'lini taqib emas. Fursat bermaymiz ular. Masala shu. Va amma Shafi'i mana fala ya'tabiru tuham kama qulna. Demak unda
gumonlik qaramaydi o kishilarga. Dilini ko'chilab, unda shubhali qaramag'achqa va inna yura'i fima yahillu va yahrumu min al-buyu'i mashtarata. Halollar ham bo'lishda bu so'zset qildi. Ikki tarafning shart qilgan bo'lsa, ig'zoki qilgan shart va to'xtamningsiz sirtli ko'rinishiga qaraydi deydi. Lekin ishida buning yo'q bu sirti bunda deb qo'ygan bilan tekin ko'chilsa bu chatoq deb unda tegini maltilab yurmaydi. Va zakarahu mana tilga olgan, shartlashgan, aniq gaplarni hisob qiladi. Shunga asosan halol bo'ldi, harom bo'ldi deydi. Lekin unda gumon bilan buning asli maqsadi mandati deb ishkilab kirib ketmaydi. وذكره بألسنتهما وظهر من فعلهما ularning sharikatidan ma'lum bo'lgan narsa sirtqi ko'rinishi qaraymiz. Lijma' al-ulama ala annahu idha qala abi'uka hadhihi ad-darahim bidarahima mithliha. Masalan, mushu masalada olimlar ijmo' qilgan deydi. Ma tengilni o'xshashanga sotaman. Va anziruka biha hawlan aw shahran. Sana bir yil ya bir oy muhlat berman debdi. Yani nesi demekse bu caiz olmaydı. Eğer manda deb qarşı asrifni darahim mana tengi qazi varsa ve emhilni biha havlan aw shahran bu qazi qaytirishqa bir yil ya bir oy muhlat varsa caiz oldu deydi. İkisi bir gap, haqiqatda bir gap chiqsin. Lekin bu yerda alaqat degan iboratni o'xshash emas. Masalan, yerda 100 tanga qazi varsa bir yildan keyin qaytiray desa, tamam bu bo'ldi deydi. Lekin sen manda satma, tengi satma, nesi satmas bo'lmaydi deydi. Davomlikin biz chigini ko'rsatsak ikkisi bir gap. Lekin abiyo degan so'zni ishlatdi ma'noda qaziran degan gapni ishlatdi. Bir so'zdan ikkisi farq bunda bo'lib ketdi. Shuni tegin ko'rsatsammi, yani o'xshash chiqdi. Biz sirtqi so'zni hisobga olmaylik demoqchi. فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القصد وقرضه. Demek muşu ikki to'xtamning o'ttirdan nima farq bor desa faqat lanamda. Birisida bay' degan so'zni ishlatdi va shuni maqsad qildi. Bay' so'zni ishlatib maqsad qilgandan keyin chata qildi. Jazoni oldi. Shunami? Yana birisida qarz degan so'zni ishlatdi, qarzni maqsad qildi. Bu chog'i joiz bo'ldi. Chunki qarz deganni shu nasib bergan narsa. Keyin shuni qaytirib oldi. O'zni. Lekin mush tangini birma, mushu o'zga bir yildan keyin shu o'zini bir xatma desa, u chog'i bo'lmaydi. Qarzdorma desa, u chog'i bo'ladi. ولما كانت أصول الربا كما قلنا 5 biz yuqorida bayon qilib o'tgandek jazoning asos cheklangan shakllari 5 xilda deydi. Ya'ni riba duyun, ribal fadl, riba nasa, yana bayn va salaf degandek masalan. Bayn va sarf yoki bay' ta'am qablan istawfi degandek. 5 xulosalabdi. 5 desak, masalan, anzirni azidka va tafadul va nasa va da'va ta'ajjal va bay' at-ta'am qabla qabdihi mana 5 nasa. Fa innahu yuzannu annahu min hadha al-babi biz cheklangan jazoni turlariga chataq so'di 5 degan ekan, yuqori qilmish Imom Shofiy bilan jumhur talashda chiqib qolgan mushu masalami mushu 5 ning qatoriga kirdi deb gumon qilmaydi dedi. Yuzannu degan shunda deb qaraladi demakchi. Mana nima tarjih jumhurning o'zini tarjih qiladi. Shu 5 ning ichiga tutishdi bu demakchi. Imom Shofiy bu 5 ning ichiga mayda olib bo'ldi turadi. Bu yuqorida bayon qilgandek jazoni chetishlik cheklangan muomalalarning asos bo'lganlari 5 turlik bo'lgan ekan, mushu bay'at ta'am qablan qabdimi mushning ichiga kirdi. Yani mushum cheklandi demakchi. Bay'at ta'am qabdi ma'vo ittifoqiy masala emasmi? Ittifoqiy masala. Lekin bu hozir shu masalada qarashlarni bayon qilishda xuddi bu ikkiga bo'linib ketgan masalaga bayon qildi. Shofiy ma'noga tortdi. Albatta Shofiy ishida. Asosan bu ittifoqiy masala. Nima demoqchi o'g'ini ikkiga tortib turib, endi bir tarafnikini shu jalliq deb, ya'ni ittifoqiy masalalarni shu jalliq demoqchi hamlar. Fayna yudannu annahu min hadha al-bab. Ya'ni shu jazoni chekishga ish bu. Shu aniq hadisda muttafaqan alayhi cheklangan. إذ فعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته. Çünkü bunda aşkına kolu tapşırıp ammaylam ken satkan kişi özde hiç qanday mas'uliyat tutmaydı. Hiç qanday japamı dağıtmaydı, kiramı vermaydi, hiç qanday bir iş qilmaylam. Gerçekten faydaga erişip özü bergenmesen, 1000 koy algan bolsa, 1500 koy qilam satıdı, 500 koy fayda kirgen bo'ldi dedi. Kemik etmesin buzulup gidip kalsa satqısı var. Tafrik aldı, verkimede. Tafrik aldı, seçip kese, kandalı kesmeye gidip de satı alacak. Hadir ma hadis çeklengeni kulu tapşırıp amman şekli. Hadiste qablan yestevfihi degan kulu tapşırıp amman. Ya qablan yaqbid deb mekagen bazı var.
Mesela mava mesela tağa kaçılap maaşlanamaz desem veya tuttursunuz amanet dese o kolu tapşırıp boğan buldu. O çağda uğrayıp gitamdı ya ki kurtulap gitamdı ya nuh kesse şu setvağı buldu. Bu damanı üzü boğan buldu. Yani ziyanı tevekkül kılışınız var. Lekin bunu beğendikken 100 kilo buğdayın maksitla ben 50 kilo öp gitay dep şu nimada şunda takıcınlap beğengen şunda aletте satışının ambarı bağlı. Bu çağda kiyinkiler o satışının baştan bütün ambarını açıp koyup geçsin mi? Kiyinkiler bunun 100 kilo aşkın başlar diyerleriz. Ben tapşırıp amıgan, silditte diyerlerden. Kurtlar kesin ve sakını dişken ben sakını birler diyerler. Bunu bir koyalaktan yüzü kolu ağalık hesap almanlar. Ya. فَيَنْبَغِي أَنْ نَذْكُرَهَا هُنَا هَذَيْنَ الْأَصْلَيْنِ Davam edelim. Mişada yani iki bir asas meseleni bayan kılışımız gerek. Bu bolsun birincisi mesela davet ta'accel diyen mesela. Ama davet ta'accel فأجازه ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة وزفر بن الهزيل وزفر من فقهاء الأمصار. Yani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdi Zufar ibn el-Huzeyl. Yoma katta fuqahalardan bir. Yani bir mezhepte özünün bazı bir ictihatları, özünün qarashları var. Galiban hani bir mezhep kitaplarında Ebu Hanife'nin sahibining gibini qiladi. Ba'zida Zufar ibn el-Huzeyl'ning nomi qarashlarına kelib qo'ydi. Bu o'zaldiğimiz mujtahidimdir. Da'va ta'ajjal deganimiz nimada iboratda? Birisida masalan mumkin qazi var. Bir yildan keyin oldin qazida, bir yildan keyin ba'zisan hozir 5 kun bagin 5 kun o'titay deb. Yoki qazi bo'lgandan men kirajili mumkin ba'zi hozir 5 kun va 5 kun rozi bo'lib ketsa desa, bu da'va ta'ajjal shakllanadi. Qismi farqlanadi. Fidigan bilan dagishdilar, yaxshimi bo'ldi. Qas desa shu o'xshash bo'ldi. Demak, bu da'va ta'ajjalga ikkili tarafning talab qilgan chirdi. Ba'zida pul egisi, qazi egisi talab qilishi mumkin. Ba'zida qazi bo'lgan kishi talab qilishi mumkin. فأجازه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما جائز bo'dibdi. Zufar mücaiz dedi. Zufar bilan bilanda Maliki mezhebde mesela İbn Qasim ba, Abu Thawr ba, Tabi'in Nakhai ba, İmam Ahmed'in bir rivayet bu. Onda İmam İbn Teymiye İbn Qayyim rahmetullahi aleyhi mu müşün tercih qilgan. Jaiz diyenler. Jaiz diyenler. Hozir shu to'g'ri o'tganlar fuqarolar amsarni Yo'q, olam sani biz deb o'tdik. Hozir fuqarolar amsarda Zufar. Fuqarolar amsar degan nimada? Shu asr ijtihodda har shada ijtihod bilan tunilgan imomlar. İmam Ebu Hanife ve şagirdleri, İmam Malik ve şagirdleri, Şafii ve şagirdleri, Ahmed ve şagirdleri, Evza'i, Leyth ibn Sa'd, Sufyan Thawri, Ebu Thawr, İbn al-Munzir, Ebu Ubayd, İshaq ibn Rahwey, Ahmed ibn Hanbal, Muşula. Onundan keyin kelgan fuqarolar amsar demaymiz. Lekin ma'noda keyingilarni nasıl biz qatib qo'ydik. Ibn Taymiye, Ibn Qayyim bunda tarjih qilgan. ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة. Sahabelerden İbn Ömer radıyallahu anhuma, fuqaha amsardan İmam Malik, Ebu Hanife, Thawri, belki Ebu Hanife'nin şagirdimi billah belki şunda. Ve cemaatun min fuqaha'l amsar. Yani fuqaha amsarda yani bir grup alimlar muşululan billah dedi. İbn Ömer'in kelgan rivayetine İmam Malik Muvatta'da rivayet qilgan. Ve ihtilafa qawlu Şafii fi zalik. İmam Şafii'nin bu meseledeki qarışı ikki xil kelib qoldi dedi. Yani itiroz ikki xil kelib qoldi. İmam Muzani ash degan kishining rivayet qilgan chog'da Kitob-ud-Dinda manda dedi. Ma yana bir kitobning bir bo'limida manda deganda İmam Şafii ikki xil gap qilganda qavlwa degan itiroz. Fa ajaza Malikun ve jumhur man yunkiru da'wa ta'ajjal أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه. Yani ben yukarı meselede şıkıl karaş oluşuna mı? Caiz geldin sahabeden İbn Abbas radıyallahu anhuma ba. Şekli geldin İbn Ömer radıyallahu anhuma ba. Fuqaha amsardan ikki bölünüp ketdi. İmam Şafii'den bir qawl, İmam Ahmed'den bir rivayet, İmam Zufar, Malik'den İbn Qasim, Abu Thawr ba fuqaha amsardan. Ondan Hanbali'den İmam İbn Teymiye İbn Qayyim olsun. Bular mısa caizge. Ham chekliganlar nimaga qiyos qildi desa ribal jahiliyaga qiyos qiladi. Chekliganlar riba duyun atug'i ribal jahiliyadagi. Shuningga qiyos qiladilar. Yani bu tatu qiyos qilib, anda vaqtni uzartib berish muqobiliga pul bilan tortib qo'l. Ashun tatu o'rsak nima bo'ldi? Vaqtni qisqartirishning badaliga pul aziydi dedi. Tatu qiyos qilib bakmang.
Endi şu İmam Malik bilan bu da'vat ajal joiz emasdi deganning ko'pchiligi nima debdi? Manda bir shakl bo'lib qolsa joiz debdi masalan. An yata'ajjala rajul fi daynil muajjal aradan. Masalan, bir yildan keyin men ko'p pul olmoqchidi, lekin aytdima iPhone'ni mushuni bersa, men ko'plar rozi bo'lib ketsa desa joiz debdi. Va in kana qiymatu aqalla min dayni mana. Bu iPhone'ni amaliyotda 600 ga qoldi ekan. Qarz men qo'ydi. Az olsunmu, yani qarzning az olsunmu, mush tovarni bersa joiz bo'ldi debdi. Va umdatu man lam yujiz joiz emas degan Ibn Umar, va boshqalar da'vat ta'ajjal degan masalani o'sha shakldagi muomalani joiz emas deb qaraganlarning tayanig'ini annahu shabihun bi ziyadati ma'an nadirati al-mujtama'i ala tahrimiha. Bu xuddi ribat duyunga o'xshash. Biz ziyada ma'an nadira degan ribat duyunish. Muhlat olgan ashir pira deymiz, o'sim pira deymiz. Shu al-mujtama' ala tahrima al-mujma' alayha, al-muttafaq ala tahrimiha. Hozir qilgan qilganimiz shuni o'xshab ketmoqchi ma'lum. O'xshab ketdi demoqchi. O'xshab qilibdi. Qanday o'xshaydi? Bu ta'ti o'xshatishma. Riba jahiliyada vaqtni uzarsizlar, qo'shimcha o'sim kiritdi. Ma'noda vaqtni qisqarsalar, pul aziydi. Tam ta'tiramdi bu. Lekin mushi qiyos hamda. Biz mushu usul fiqhida hisob qildigan qiyos illa ravris qiyosmi yoki ilqi biz bu tayyor qiyos degan qiyos shabahmi? Hamda azroq bir o'xshab qolsa. Mesela adette normalde naqd etish bilan nesisal bahani urrak setishmi ba'zi jazonliq bo'ldi deydi o qiyos shabah qilib. Bunda o'xshab qolishmi yo rasmiy o'xshashmi bu? Va masalan, ana shu qiyos joiz bo'ldimi deganda to'xtalish kerak. O'xshab qoldi. Lekin bu o'xshatishni qamlashdimi? Maga. Sizlar qamlashmi demoqchi? Biz shuni qamlashmi deymiz buniki maktabda endi deyishimiz mumkin. Lekin bunda bir masalada boshqa bir tushunilishimiz kerak. Tushunib bo'lguncha uni raddiya olmaymiz. Raddiya kirdi. Boshqa bu menda demoqchi deb bir tushunibdi. Menda demoqchi ya u deb uni raddiya qilishga bo'lmaydi. Nima demoqchi gapini urqilar. Uningki qamlashmaydi desak o'char deymiz. Demak, mushuna bir ribat diyunga xatarlik jazoni qiyos qildi bu. Va wajhu shabahihi biha, qaysi tarafga o'xshaydi bu desam ona annahu ja'ala liz-zamani miqdaran min ath-thaman badalan minhu. Bu bir muddat kechiktirish muqobiliga bir baho qo'yapti. 6 oy kechiksa bu manch pul qo'nadi degan ma'noda. Fil mawdi'ayn jami'an. Ikkilisida vaqt qarshiligida bir pul bor edi. Ma'nosi 6 oy uzarsak 100 ga kelamda. Ma'no 6 oy qisqarsak 100 ga qisqarib ketadi. Shunday qiyas qildi. وَذَلْكَنَّهُ هُنَالِكَ لَمَّا زَادَ فِي الزَّمَانِ ribat duyunda zamanni uzartib bergan ekan zada lahu iwadahu thamandan aradamiz. Uning badaliga pul berdi. 6 oy uzartib bersa 6 oy qarshiligida o'sim berdi demakchi. Demak, zaman qarshiligining bir badali bor endi buning. Wa hada lamma hatta anhu az-zamana hatta anhu fi muqabalatihi thamanan. Endi ma'u zamanni qisqartib o'tgan ekan, uning qarshiligida pulni qisqartib o'tdi deydi. Demak, bu mushunda bir qiyosdan iborat. Hatta degan qo'yibdi. Qo'yib berdi deymiz-ku biz. Tijoratda qo'yib bersa deymiz. Bu mushunda bir qiyos ekan. Bu qiyos qamlashadigan qiyosmi, emasmi? Bu bir. Wa umdatu man ajazahu jaiz deganning dalili ma ruya an ibn Abbas radhiyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi vasallam lamma amara bi ikhraj bani an-nadir ja'ahu nasun minhum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Nadirni Madinadan qo'g'lab chiqarib etmoqchi bo'lgan chaqda, chunki buni xiyonat qildingizmi? Qanulloh va rasulahu. Qalu ya nabiyalloh, ey Allohning payg'ambari, endi mujamala qilgan bo'lishi mumkin. Allohning payg'ambarligini bu e'tirof qilmay turib oldi emasmi? Shilab degan bo'lishi mumkin. Innaka amarta bi ikhrajina. Sizlar bizni chiqarib o'tishga farmon tushirlar. Walana alan nas duyunun tahi vaqt kelmagan bizning kishilardan ilishimiz bor. Biz hozir qarzimizni ommalan ketamay qolgan. Hozir olsak da vaqt kelmadi. Falan chaqdi birisa deb bergan narsa. Qanday qilamiz degan ekan, faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'u va ta'ajjalu. Bir qismini qo'yib tutib, naq og'ini ilib manladi. Shu ixtilof bo'lgan masalaning aynan shu mush lafz bilan keldim. Da va ta'ajjal deb ataldi shu. Yani mesela men ko'ymoqchi bo'lgan bo'lsanglar,
6 oydan keyin hozir oldirab ketmoqchi. Misrda odatdan bolalar hozir turgan Misrdan ushtum ketadigan bo'lib qolganda qildi. Shu da'vat ajal tariqasida bani irqlar qonun razishdan ketishi mumkin. Men mana bo'lib qoldim. Pulni ba'zlasa, shu bayda pul chiqmaydi menda desa, misol bani ba'zi qonunni o'taydi deb ketadim. Atki go'shtim bu yangi o'p yaxshi degantirik. Yani mushunda bir rivoyat keldi. Nima? Buni kim rivoyat qilgan? At-Tabarani va Bayhaqi va Darqutni masalan. Shuni rivoyat qilgan. Bu hadisning ravilarining ichida Muslim ibn Khalid az-Zanji degan kishi bo'lib, buni xil ko'pchilik muhaddis olimlar zaif degan. Ba'zi ishonchlik, lekin ba'zi xato qilib qolgan tarafi borda, qattiq ajiz emasam desa, bir azroq buni masala bor deganlar, shunlar bu ba'zidan bunda hukm qildi desa, hasan dedi. Sal kuchsam da bu hasan darajaga yetdi deyish mumkin. Muslimlar Xoliddan ya zaif deganlar, hadis zaif deb unmaydi. فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. يقرأ قياس ده مؤلف قياس الشبه ده. Yani bu bek aciz demek qiyas. Manda bir şekli bir qanda bir tarafdan bir o'xshab qolganlikdan qiyas qilishdi bor. Lekin qiyasul illa deb qalsak shu, bizda shu fiqda hisoblangan qiyas shu. Bu xil jonliq narsa bo'ldi. Muhaddislarning olimlar nazarida sahih emaskin ama. Shu ko'pchilik olimlar hadis zaif degan. Chunki raviylardan birisi Muslim ibn Khalid az-Zanji zaif bo'ldi. Ashuna yaq zaif emas şeylikda deganlar bu hadisning bayda hasan darajasiga opirish mumkin. Lekin endi bu da'vat ta'jil degan xuddan bir o'zining haqqini, bunda o'ylsak, o'zining haqqidan tanazul qilib, bir xilanda ishni qulaylashtirib, asallashtirishdan iborat bo'lgan ekan, buni joiz desak bo'ladi. Buxoriyning bir hadisida sizlarning ilgirkilardan birisi shunday hech qanday yaxshilik yo'qdek bir odam deyiladi. Sizning bir yaxshi ishing yo'qmi bo'lsa, kuntu atajavazu anil mu'sir va unzirul musir. Endi rivoyat kelgan. Yani bir yaxshi ishim borda, qazdadan pul suylab unutgan chog'da men xizmatchilarimni qo'lda pul odam bo'lsa, mayli deb o'tib nima qilinglar? Qulaylik yaratib beringlar, mayli deb aytinglar deydim. Ani pul yo'q odam bo'lib qolsa, muhlat talab qilsa, muhlat beringlar deb mendan nima qiltansa, shundan Alloh taolo mag'firat qilib jannatga kirgizgan dedi. Ashu hadisning lafzi kuntu atajavazu anil musir va ukhaffifu anil mu'sir. Bu xuddan muasirdan taxfif qilayotgandek bir ish bormi shunda. Endi yana bir hadisda Rasululloh masjidning ichida bir ikkalani urushib qolgan ovozini oldi. Shundami? Allohdan ekan, undan shunda derazadan qarasa, bu ikkalar hijil bo'ldi. To'lashqiniga. Nima gap desa, shunda meni qaziyapti menda. Shu suylab men hozir endi bir ahvolim yo'q, shuni qoldi degan ekan. Qazigisini qilib, plani ishora qilib, 20 ishora qilib yerimini o'tib degan ekan, yerimini tashlab o'tib, qolgan yerimini olgan ahvol. Bu manda shuni joiz deganni ko'rsatdi. Medan uni dalil qilib bakamabdi, lekin shu dalil bo'lar edi. Sayyidiston. Sayyidiston. Hokim tarafidan bo'lgan, lekin mayliksa u ashxosni uzdaydi uni masalan o'tib. Shu rozi bo'ldi ikki taraf. O'tib desa rozi bo'lmaslikda bo'lmaydi. Ikki taraf rozi bo'lganda bo'ldi. Rasululloh unda debdi, qazi egisimi ma'qul dedi. Boshchiga ma'qul. Shunda qilaydi. O'tmayman haqqim bu. Ko'kulusni olmadisa o'zim shu. Shuna da'vat ta'jil degan joiz desak bo'ldi. Demak, mushahidga hozir taqashdi. Qiyos shaba taqishib qoldi deydi. Lekin bu Ibn Abbosning hadisiga taqishib qolish mumkin. Biz hozir degan hadisga albatta taqishib qolish mumkin. Uning o'ziga bu qiyos qiyos ilmi emas. Bek ojiz bir turdagi qiyosda pishqanda bir tarafdan bir o'xshab qolganlik bilan qiyos tutdi. Va amma bay'ut ta'ami qabla qabdihi. Yani aslida biz icmolar degan masala bor. Shuni imdodatidir. Yana bir masala, uningda bir xil xatolik bormi cho'qim. Dal qaysi masalada desa, bir so'z kam bo'lib qolgan, bay'atani bitam deb turna. Aslida setish pul setish endi. Shunaroq bir nima bor. Yani qo'liga topshirib erishdan ilgari bir ashqni setib oldi, topshirib olmay turib, sotqichning qo'lda qolib qolgan narsani g'achchi setib o'tish. Bu ashq ekan. فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إجماع واضح إلا ما يحكى عن عثمان البتي. عثمان البتي دلان يقبلدو يند قراش رواية قلنب قاغم بولش ممكن. قال همز فقال أمصار جمهور deymiz aşuzad biz sanaydiganlar. Şimdi burada ulmanın hamısı bombaydı. Çünkü bunun da muttafaqun aleyh hadis var.
Men ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfihi yoki yaqbidahu. Buni davomli ishlash. Osman albatta ham shu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi zamonda shu Kufada shunda bilinib qolgan qozi bo'lgan olim. Lekin buning aslida ba'zi bir shaz qarashlari bor. Qarashlar bo'lganki, ulamolar Osman albattaning xilofini shaz deb qaraydi. Ani e'tiborga olmaydi. İşte İmam Abu Hanifa mush masalada boshqa olimdan boshqaroq qaragan bo'lsa-da, to'xta deb u xilofiy masalaga aylanib, ondan dalilni silsila qilamda. Lekin Osman albatta boshqaroq qardesa, bekar bo'lmaydi. Nima uchun shunda bir g'alati bir qarashlari bor, odatda bunda shaz bo'lib chiqib olgan ishlar bo'lg'achqa. Lekin bu katta olim. Balki ham sayyidi yetmagan bo'lishi mumkin. Yoki boshqacha tushungan bo'lishi mumkin. Va innama ajma'ul ulama'u ala zalik. Nima uchun ijmo' bo'ldi desa, litubutun nahy anhu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min hadis Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Bu İmam Malik rivayet qilgan mushadis debdir. İmam Malik rivayet qildi, Buxoriy, Muslim sahihlarda rivayet qildi, boshqa sunan kitoblar rivayet qildi, yani muttafaqun alayhi hadis. Shunda dalil bo'lg'achqa ijmo'. G'anfan qilmadi hech kimlik. Vaqtulifa min hadhihi al-mas'alati fi thalathati mawadi'. Shu masalaga chetishlik tarmoq masaladan 3 ishda ixtilof bo'ldi. Birinchisi fima yushtaratu fihi al-qabd min al-mabi'at. Mesela qanda tovarlarni satgan ahvolda chuqum quliq topshirib olish kerak deymiz. Ba'zi topshirib olmasin bo'ldi degan chiqdi. Ba'zi chuqum topshirib olish kerak degan gap chiqdi deydi. Mesela sarf qilsak quliq topshirib olish kerak-ku. Yedim degan shart qilgan narsa bor. Buni quliq topshirib olish shart. Lekin ba'zi narsalar inson nasiyin qis bo'ldi, ixtilofal jinsan birsin nasiyos bo'ldi-ku. Ya salamda malni qabul qilmay turib so'zlashdi. Keyin topshirib bo'ldi. الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. Yani bazı bir muameleler var. İstifade diyen aslında faydası kıldıran muameleler değil mi? Kulu kıldıran faydalar, bu aslında faydalık muameleler. Aşının da bazı da kabul şart kılıngan, bazı şart kılınmaydıgan ahvallar var. Kaysının da şart kılındı, kaysının şart kılınmaydı. Mesela toyluk değil, yani hibe. Mesela hibe kıldım da tursa, sizge ma iPhone'ni mesela hibe kıldım, birivettim da. Lekin sizler kulları tapşır amullah. Tapşır ammay turib onu setvet alamız ya. Falan ma iPhone'ni birivetti, iPhone'ni alamsan da setvet bulamdı. Ma mesela. Toyluk mesela. O kız toyluğunda kolu tapşır ammadı. Lekin jigit mesela toyluk vurmaya deb nikalab aldı şuna ögep ketdi. Lekin toyluk da kolu yetkenmedi. O toyluk ne? Mesela bir bağını toyluk olgan bolsa, ya bir oyun toyluk olgan bolsa, onu koluga tapşırıp ammay turib Oya setvet alamdı, muşi gapam. İstifadat degan shunda foydasi kelib qolgan narsalar, ya mukofot, bir mukofot chiqib qoldi bu yerdan. E'lon qilib, sizga xabar keldi, mana shu mukofot chiqdi, falonchalik topshirib olasiz, ya uyingizga kelib beramiz desa, u kelib berib topshirib olib ko'pida uni oldirib setib qolsa qanday bo'ldi degan. Shu istifadat deb bunday iborat. Xuddi bekor kelib qolganda, yoki bunday rasmiy badal bilan emas, uni badal emas boshqa biznes bo'lishi mumkin. Mesela nikahda sadaq degan onun maddi bir bedeli yok-ku. Mukofotda onun maddi bedeli yok, birisinin tirishchanligi ya alayli bir xizmati bormi? Ve thalisu fil farq bayna ma yuba'u min at-ta'ami makilan ve juzafa. Uni ashliqning va kamchan bilan setilgan bilan bunday qarisqa, taxmin bilan, o'lchar bilan setilganning o'rtasidagi farqi. Juzaf degan ko'z taxmini, o'lchar, ditlab, Şu mucazafa deymiz-ku. Jazafa, tavakkulchilik qildi, qaramlik qildi degandek ma'no. Mesela biz do'lab qo'ygan bir ashliq bo'lsa, yoki do'lab qo'ygan bir omut bo'lsa, o'shani turqi mashhur birlar deb so'z. Uning soni necha chiqdi, necha kilo chiqdi uqmaydi. Masalan, sabza, yog'ni deganda. Endi ahvolda. Kafihi thalathatu fusul. Nolnikan mushu masalaga chetishlar 3 fasl bor deb ayirib bahs qilsak bo'ldi deydi. الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. Qanda tovarlarni satgan chaqda quliga topshirib elish shart qilindi. Va amma bay'u ma siva at-ta'ami qabla al-qabd. Tamoqdan boshqa narsa kelsak, tamoqda yuqorida bayon qildik-ku, tamoq deganda ashliqdan boshqa narsa kelsak, ashliqni quliga topshirib olgandan keyin ondan sotadi dedik. Unda ashliqdan boshqa narsa kelsak, fala khilafa fi mazhab Malik fi ijazatihi. Ashliqdan boshqa narsani qo'lga topshirib olmaylam setasi bo'ldi.
Bazen biz aldırıp ettik o. Açlıktan yani. وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. طعام الربوي diye albur diyen de ruz kıyas kılıngan mesela. Konak gürüz geldi mi kıyasen şu طعام الربوي şirkten İmam Malik'in mezhebinde. Bunda olan iken bu nasıl çoğun kulu tapşırıp eliş gerek. Bu طعام الربوي diyen o açlık olan iken yani şu ne kalmış ama al-qabd şartun deydi. Açlık olan iken. Yani pul desek sarıftı mı o şart olan iken onun şartıydı. وأما غير الربوي من الطعام عند أشلكين لكن ربا الفضل مثلا بومايدغان أشلكين ليد bu kıyaslığa aşkın demek mi yazır? Mesela guruj, konak diyendek. Aş altı nasi kıyaslığa nasıl demek çok şey. فعنه في ذلك روايتان شيخ رواية بعض إحداهما المنع وهي الأشهر وبها قال أحمد وأبو ثور Bummaydı diyen karaş xuddan şu İmam Malik'ninki meşhur karışı, İmam Ahmed'nin karışı, Ebu Thor'un karışı iken. İlla annama iştarata ma'at ta'mi el-keyle vel-vezn. Lekin bu Ahmed ile Ebu Thor açlık bulaş için keyl vel-vezn bilen setildiğin narsa oluş gerek depti. San bilen yoki başka bir şekilde setildiğin narsa olsa bu çağda meyli dedi gafil. El-keyl vel-vezn vel-adad şart desek bulken. Yani aslında bir iniq ölçem bilen setiliş gerek depti. Yani açlık kulak, aşında iniq ölçem bilen setilgan bolsa, bu çağda yani caiz emasmış. Unda ölçem bulmadan narsa bağımı açlık mıçıdı. El-keyl vel-vezn dedi. Adadının birlik qassa, keyl, vezn, adad. Bununsiz setilgan bir narsa bağımı. Yani cüzafen setilgan narsa vardı belki. Bununsiz setilgan narsa şu şekilde setildi. Ya kemçen, ya cem, ya san. Ve rivayetul ukhra el-cevaz. Demek İmam Malik'ten şıklı rivayet geldi. Birisi caiz emas. Ve amma Ebu Hanifete fel-qabdu indehu şartun fi kulli mebi'in ma adal mebi'at allati la tentakil ve la tuhawwalu min ad-dawri vel-iqar. Yani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi menqul nasi bulab qaslan, yutkigli bulduğun nasi bulab qası quluq tapşırıp eriş şarttır. Yutkigli olmayan nasi bulab qasa şart emas. Yani mesela öy, zimin, bağ, dükkan, bina bu narsa o'tkab o'ketkil bo'lmagan ekan. Buni topshirilish nimadan iborat bo'ldi olsa, ochqishni berib, mana misa, uy mana, bog' mana deb qo'yib bersa oldiga. Topshirib olsin desa, qo'lga topshirib olgandek bo'ldi. Ya'ni changili olmaydi. Ha? Lekin boshqa yetkizib olgan narsani qo'lda tutib olib ketsa, shu qabd bo'ldi demak. Aqar degan zimin. Dua degan ho'yla aramlar, uy, ho'ylar. Demek İmam Ebu Hanife menqul, gayri menqul deb ikkiga ayirdi. Menqul bo'lib qolsa qabd shart dedi. Va amma Shafi'i fa innal qabd indahu shartun fi kulli mabi'in. Qandan bo'lib qolsa, buni topshirib olish kerak, shart debdi. Va bi qala Thawri. Thawrining muqarrishi ekan bu. Va huwa marwiyun an Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu va ibn Abbas radhiyallohu anhu. Degan uyni qanday qo'lga topshirib oldi bo'lsa, mana deb shu ko'rsatib qo'ysa, ochqishni bas bo'ladi. Shunami? وقال أبو عبيد وإسحاق أبو عبيد تابعنا موالنا القاسم بن سلام وما هنا وجلده مجتهد ولا كتك عالمنا نبرس القاسم بن سلام أبو عبيد قال له كنيته لكن شو كنيته لن تون كتكن مثلا أبو عبيد ديان عالم لا مثلا ابن المنذر ده تخدوه ابن المنذر طبري مثلا مشهور دك عالم لا أبو عبيد من فقهاء الأنصار فقهاء الأنصار قطارغا شيء بزمزم من صاحب كتاب الأموال وإسحاق يعني إسحاق بن راهوي كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه كيل يا وزن لن ستلما يدغن ناس وبقاسة خلق تبشر الاشتن القراء ستوسف الدول بس عدد لن ستغن ناس وسا يا أوي مثلا فاشترط هؤلاء القبض في المكيل الموزون كان أبو عبيد وإسحاق لا مكيل موزون بوسا قبض الشهر ديدي وبي قال ابن حبيب إمام مالكنا شاگردلerinden وعبد العزيز ابن أبي سلمة تابعية تابعين عالمlardan birisi وربيعة إمام مالكنا ustazı Rabia 30 yildan keyin 20 yildan keyin kelib o'sha Rabianing olim bo'lganligini ko'rgan dadisi. Rabia qo'saq tikchaqda dadisi jihad chiqdi ekan. Chiqib uning pulni ayoliga xudun mani aqlini amonat saqlab qo'yinglar deb ketdi ekanda 25 yilmi 30 yilmi o'tgandan keyin jihaddan qaytib kelib atulan kelib chiqqan dangni teplam o'yliga chiqdi ekan. Chiqqandan keyin Rabia anasi bilan birlikda shu chog'da
Rabia yigitimdi. 25 yaşında, 25 yaş. Çıkıp bunu yaxşısını aldı ekan. O qandaydan sen bizning o'yimizda bostırib chiramta. O neyse o'yin sirtim o'zini o'yi bor. Ikkalan bo'g'jab tursa, o ayoli da nimadan qarab, tunib, boy bilan bu dadingiz burun no'xtakkan deb, so'ngan bu tanishib, o malko'rga adam to'plashib ketgan shu chog'da. So'ngan bu bir oila jam bo'lib qoldim. O o'g'liga tanishtirgan dadasi. Chunki u qo'saqchada chekkan bo'g'ish tunmaydi. Keyin et deganda xotinlikni e'lonlandi. Pullarni buldi-da endi. Ya'ni keyin oy musulmon sizlarga chiqib Rasulullohning qisqiga salom berib, undan keyin babi aylanib chiqishlar, undan keyin beraylik. Ya'ni keyin bu chiqib namoz o'qib, Rasulullohning qabrisini ziyorat qilib, da qarasa hal qilib ekan Masjid Nabaviyda. Halqdan bir sikilib Jibulonda o'tirgan. Cho'ng ulamo Imom Malik boshqalar shunda o'tirgan ekan, biraydan so'zlar tutgan. Ben bunda qarab nima qilishni jilolab, da kilplam o'tirgan bo'ldi. So'zlayotgan ekan bu şey. Endikadamni so'rab bu so'zlayotgan janda. Qaysi olimdir? Ha? Degan ekan Rabia deydi. Degan ekan Rabia doğu qaysa shu o'zining o'g'li. Shu so'rinda dars so'zlayotgan shu o'zining o'g'li ekan. Ondan keyin shuni buna xo'shilib ketib, yugurib chiqganda. Uyg'oto o'g'il shunday katta olim bo'libdi. Cho'ng ulamoli shu so'rinda gap maymunda o'tirgan bizning dars so'zlaydi ekan. Degan ekan, bu xo'shilmas. Ammo sizga bolalarning mushunda yetishib olim bo'lgani so'yimlikmi yoki 10 ming tillar so'yimlikmi? Degan ekan, bolamning olim bo'lgani so'yimlik ekan. Unda olsa, mana shu 10 ming tillarni shu o'g'limizni o'qitish uchun haydaganda. Sen unda olsa, amonatni zayi qilib o'tmabsiz, joyi haydabsiz deb turadi. Mush Rabia shu Imom Malikning ustozi. Rabiatul Ra'i deb nom olgan. O'zining ra'yini ko'p nima istat qilgan tarafi ko'p bo'lsa kerak. Rabiatul Ra'i deb nom. وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدودة. كيل والوزن ga ana ba'zi olimlar al-ma'dudni qetib qo'ydi deydi. Delili mefhumul muhalife haline. Çünkü bunun misal ribaviyat ters kirdiğalının ribaviyatının illetini bitti. El-keyli vel-vezndir şunu. Bazı at-ta'am dedi. Buna aşı illet tebilmese okulu taşır bölüşüne bile sedası buldu diyendek bir. Orada havlayı ma'al-keyli vel-vezni adladısı. Ya, ilgirkile el-keyli vel-vezni de toxtuğun mu? Endi ma kinkile el-ma'dud mu ba deb shuni nokta. Undan boshqa narsa bo'lib qolsa, shu shaklda setildigan emas, boshqa narsa bo'lib qolsa, qo'li qabdanmay sasi bo'ldi deb. Qo'li topshirib erishsa ilgari setilasi bo'ldi deb. Faytahassalu fi ishtirat al-qabd sab'atu aqwal. Undanki mush qo'lga topshirib elib satudo topshirib erish shart degan masalada 7 xil qarash chiqdi. Birinchisi fi at-ta'am ar-ribawi faqat degan gap. Bu Imom Malikning qarashimi? Va thani fi at-ta'am bi itlaq. Ashliqlan bo'lsa degan qarash Imom Malikning ikkinchi rivoyatiga qarashi. Tamam? Unda al-thalith fi at-ta'am al-makil wal-mawzun degan qarash Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyat. Savriyma shuning qarashi va Sabilning qarashi. الرابع في كل شيء ينقل ديان أبو حنيفة من قرشه. الخامس في كل شيء ديان إمام شافعي من قرشه. السادس في المكيل والموزون ديان أبو عبيد الله إسحاق من قرشه. السابع في المكيل والموزون والمعدود ديان ابن حبيب عبد العزيز بن أبي سلمة وربيع من قرشه. وأما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه. المنصوص عليه متى أشهد كاي altınası ve onunla kıyas kılınan bazı nasıl mesela guruj, konak qo'shish naslini bo'lishi mumkin. Aşınondan başqa naslini cheklab turgan dedim. Altın naslidan başqa naslini cheklab turilishda İmam Malikninki tayang'ini fadalilul khitab fil hadith al mutaqaddim. İlgirki hadisda dalilul khitab yani mafhumul muhalafa şu delildir. الجرك هذا قاسة من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ديان أشدسته طعاما دما دليل خطان أكاسين الموضوع غير الطعام لا يجي فيه القبض يمكن تاتو خماسة دليل خطاب متى مفهوم المخالفة. وأما عمدة الشافعي رحمه الله في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. Ya muşun aslı alın bulmaydı diyen müşahedis. Bu şunandır vaatın hadis. Tirmizi sayı diyen.
وهذا من باب بيع ما لم يضمن yoki ما لم يضمن desek bo'ladi. Bu o'zi to'liq mas'uliyatiga o'tmagan narsani sotishdan iborat, o'zi zamin bo'lmagan narsani sotishdan iboratdir dedi. Qo'lga topshirib olmagan ekan. وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري. Bu yani nima ustiga qurilgansa, uning asli bir qarashi bor. Bu qarashi bo'lsa, tovar shu sotib oluvchining rasmiy mas'uliyatligi o'tash uchun topshirib olish shart degan bir qarashi. Yani ikkisi chetishlik gap. Mazhab Imom Shafiiy. Ha, madhab Shafiiy. واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. Bunda so'zat qilma qaysi alaldi qaysi harom bo'ldi deb so'sa, ey jiyanim, sen bir narsa olib Qulağını tatışıp erişten ilgili setiyotma. Yeni bir hadiste Hakim ibn Hizam radıyallahu anh'ın rivayette yeni bir hadiste İnne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha en tuba'a sil'atu haythu tuba'u hatta yahuzuha tüccaru ila rihalihim diyen. Muşu okşaş mazmundan. Hatta takbidahu deyin yapmış o. Ama yabna ahi diyen. Cihanım dedim ha. Bu kanda cihan oldu. Hakim ibn Hizam. Adet kimlerle ataş bir işler falan mı? Ya. Ben tekşirsem bu Hakim ibn Hizam Hadice radıyallahu anh'ın cihani iken. Yani Hakim ibn Hizam ibn Huwaylid. Hadice bint Huwaylid bu el-Esadi. Ondan ki ma Hakim ibn Hizam ibn Huwaylid iken. Demek Hizam Hadice'nin bir tuğuna ma o Hizam'ın oğlu. Ondan ki Hadice'ninki cihani iken. Yani Hadice cihanim deyilgan boğaçka Resulullah'ın da şu asasta cihanim da manda ibaret sürgün. قال أبو عمر كم؟ ابن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه رواه يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عسمة حدثه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال دبر توتيمز قال دب يعني سندلم رواية طبعا متن دمي توتان جبازر مش سندلم مش ندا دبر رواية قيران مش Ebu Ömer yani bu hadis alimlerden boğan iken sana doğruluğu gep kılmadı. Bu Hakim ibn Hizam radıyallahu anh'ın müşahedisine Yahya ibn Abi Kesir rivayet kılgan. Kimden? Yusuf ibn Mahik'ten rivayet kılgan. O Abdullah ibn Asman'dan rivayet kılgan. Bu iş gelen andın Hakim ibn Hizam radıyallahu anh'dan rivayet kılgan. Kale kim? Hakim ibn Hizam kale Resulullah da buna kirlendi. Bu bir adet tohtudu. Hem de Ebu Ömer ibn Abdülbar sözünü devamlaştırıp nundaydı. Ve Yusuf ibn Mahik ve Abdullah ibn Asma la a'rifu lahuma cürhaten. Bu işkeylerin anda mecruhlardan emez. Fika demek için. Şimdilik raviler bular. Çatak bir işi bağlıkını bilmeymen. İlla ennehu lem yervi anhuma illa racun vahid fakat. Fakat lan bir kaşırsa bu işkeylerinden bir kişiler hadisi rivayet kılgan. Başkaları rivayet kılmagandır. Yahya ibn Abi Kesir olan Yahya ibn Abi Kesir olan. Muşlam rivayet kılgandır. Emniyetten de muş hadisini muşlar rivayet kılgan buluş mümkün. Lekin bunundan başka hadislerini de kalsa Yusuf ibn Mahik'ten mesela İmam Bukhari 15 hadis rivayet etken. Yani başka raviler. Abdullah ibn Asmad'ın mı şiravi hadis rivayet etken. Yani bir hadis rivayet kıldı denge bak hata. Muş hadisinin özüne birlerden rivayet kıldı dese belki hem de bu doğru buluşu mümkün. Yani muş bir adamla rivayet kıldı desen de ben bu bir taraftan garipte, nümütte depsal azizlaştırmak boğandak bir gep buldum. وذلك في الحقيقة ليس بجرحة. Emniyetten de bu bir cerh bulduğun bir gep emesin. Onun bir adam rivayet etsin bu çatak emesin. Şu bir adam hadisi anlattın onu. Bu adamın çatak diyerlik olamdı, olmaydı. وإن كرهه جماعة من المحدثين muhaddislerin bir grup alınlar da bir lam adım rivayet kılgan mesela garip bu da sal bunu bir xil acizrak degandek bir xil qaraydigan tarafı var muhaddislerde. Lekin emniyette cerh bulandı bulmamda desa cerh bulmaydı. Ve min tariqil ma'na juqriqa ve hadisden kelgan delil desek mezmun tarafından ma'qul tarafından elip aytsak enne bay'a ma lam yaqbid yatatarraqu minhu ila riba. Pul topshirib olgan narsani setish orqali riboga berib qoladi deydi. Ve innama istasna Abu Hanifata ma yuhawwalu ve yunqalu indahu mimma la yunqal. Nechun manqul g'ayri manqul deb ikkiga ayirdi desa, lianna ma yunqalu al-qabd indahu fihi hiya at-takhliya.
Yo'q. Lana ma la yunqalu da. Ma la yunqalu to'g'ri. Sizda la bormi yo'qmi? Yana yo'q. Lana ma la yunqalu. Mesela uy. Bina. Buni yetke ketke bo'lmaydi-ku. Buni qanda qabd oldu, qanda qulga topshirib oldi, digil oldu desa, yo'q, shuni hamda odam chiqib, mana men ketdim. Osmonda bilan mana uylarda bilan qo'yib qo'ysa, taxliya deymiz. Ya'ni xalla yuxalli deymiz-ku, misalga xalli deymiz. Qo'yib qo'ysa, ya'ni xalli deydi-ku, xalli indak deb qo'ydi. Bunda qo'yib qo'ysa uni uydib ketamagan ekan, qo'yib qo'yadi, men ketdim, o'ysil qoldi desa, shu qabd oldu deydi. وأما من اعتبر الكيل والوزن يعني بو إمام أحمد مسلم فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل والوزن. Niçin kel ve vaznını şart kıldırsa? Çünkü bular ittifak geldi. Bular yine adı fuqal amsaramız ittifak dedi. Kel ve vaznlarla satılgan narsa olup kalsa bu satqıçının qo'ldan ağzın qulluğu qanday o'tkildi o? Çoxum şu jınlaşılan kemçellaş arqılı o'tkildi. Kemçellaş jılma qanday o'tkildi o? Jılmıdığan kemçellagan narsa. Nanga muş kemçellaş ne? Şart qılınıken demekçi. Vaqad nuhiyan bai'a ma lam yadman. Yani onun siyamında özden mesuliyeti ötmegen narsani setishdan to'sqan. Navon ekan, o'shanni bunda yig'ib ekarsak, mazmun tarafdan yanlam cheklindi degan gap chiqdi. Aqliy dalil bo'ldi mana shu. الفصل الثاني الاستفادات دي نجيب شنو كالاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط aşında payda kaptağan mükafat deymiz toyluk ve aşında narsalar şunu satmakçı olsa kulu tapşırıp yapboğan buluş gerek mi ya tapşırıp almay turup satsın bulamdı degan meselede ma manasida kuluga tapşırıp verish gerek ma manasida tapşırıp almay turup satsın buldu deb bayon qilmoqchi. وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر قانون قبض شرط قانون قبض شرط ما دسك فإن العقود تنقسم أولا إلى قسمين قسم يكون بمعاوضة يعني بدل طلب عندن المشتروش ستولش الناس بلدغان toxtamlar. Va qismun yakunu bi g'ayri muavada. Ani badal vermay igilik yetildigan ishlar bor-ku. Masalan, hibat mana. Bir narsani beribdi biz. Lekin qarshi taraf uning qarshiligida bir narsa bermadi. Va sadaqat, sadaqami shundan. Minhami shundan o'quvchi bo'lgan minhacho qarshiliksiz. Vallazi yakunu bi muavadatin badal bilan bo'lgan so'zlar bunda to'xtamlar, ya'ni qismi salatat aqsam. Ahaduha yaqtasu bi qasd al-mughabanati wal mukayasati. وهي البيوع والإيجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره. birinci türe yahtassu bi qasdil mughabanati vel mukayese. Mughabana. Maghbun degan gap bor. Maghbunun fima kathirun minan nas. Yani ziyan ushrab ketgan, qo'ylab ketgan degan gap. Maghbun degan. G'abn degan. Yani ko'soda deb qo'yilmoqda. Sodada qo'ylab ketgan, ketkizib qo'ydigan. Ha. Yani mughabana degan minal g'abnidan chiqqan. G'abn degan endi kam bulab qilish yoki birisi ustilik qilib uni qo'yib o'tish degandek ma'no. Mughabana degan yani qo'yib o'tish. Yuz qo'yishmi boshqa qo'ylab ketishdan bo'ladi. Mughabana. Shu birisini qo'yib o'tishdan bo'ladi. Ha? Satqıchi masalan setvoqni qo'yib o'tishi mumkin. Tamam? Yani mukayas degan-cho bir-biridan ushshab kelib ketib bular. Bir-biridan sagik. Ha, pistikildi. Anda birden bir sal döterek kilishi mumkin. Ma'noda birisini bek aqlliq chiqdi. Al-mu'min kayyisun fatin. Kiyasa deymiz-ku. Ha, nayt aqlliq, ushsha, sagak degan. Ustilik ishilti, batal ishlar. Nima qilsa, u molni ba'zisi kamsitishi mumkin. Va iyaga olsam, jek u molni azin setotdan nima yerda olib qo'yay debdim bular. Endi mansam to'laylar deb. Qashqa shunda deb-ku. Ketsam to'lig'ildirlar. Shundaganini qilib, ustilik ishiltib, ya'ni fisqiy jang qattiq jang oldi. Satqıchilar ma'lum o'tirdi. Ba'zi narsalar 15 minut qattiq janglashgandan satqil oldi. Uni deb buni taqdigan to'g'adan cho'ng odam bo'lsa-mu, dadlardan so'rab baqsadi. Siz bilmaydiganlar buni. Asli dadlar o'z berdi. Endi ketsam to'laylar. Ketsam kelmayman jimayman deb. Har xil gapni qilib, bunda qilish orqali so'zlashni mukayasam. Baho olishib, nima qilib, eng azan alamanda va bilishdim. Demek birinci türe bu aşına baha talışıp, koyulab ketmeslik tirişip, biz koyutuman da, anın birisi azın alımında bunda hafızlıgan türdeki soğudular edi. Veyel buyuyor mesela bunu. Soğud sepler. İcarın şunda. Kirağa ya, öy cariske manşkulur mu? Ya
deb talışıdı. Vel muhur toyluqni shunda sulhdimi albatta manshullasın yo'q, manshullasın yo'q, unda axir bir adam qattiq pishab yarashtirib qo'ygan gap. Vel malul madmun bitta'di va biz bir narsani bilsan aqlni bilsan buzib o'tgan bo'lsa, melani chaqib o'tgan bo'lsa, mulkiga ta'ddi qilgan bo'lsa, uni to'lan qildi-ku. Manshul to'lab bersin yo'q, manshullik narsiti sebab bo'lib ketibdi. Shunda bahatalish kelib chiqdi deydi buni. İkinci kısmı la yahtasu bi qasdil mugabanati. Ba'da qo'ylab ketish yo'q uningda deydi. Va innama yakunu ala wa jihatir rifqi wa huwa al-qard. Lekin bu bir turlik bunda mehri shafqat jihatidan bo'lgan narsa. Qarz berib turish, bu bir aqdug'amda. Qarz berib turish nima unda bahat alishib uning ustilik ishlatib bunda qilish. Mana muhtojken lozim bo'libdi, ishlatib berib turgan narsa. والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا. عند üçüncü türlüke hem ala cihat rifq mı digil bulduğan hem bir taraftan şu mukayese vel mumakese vel mugabana aşında çalıştığı işmi ba bunda bir nasari. Yani ala qasdil mugabanati ve ala qasdil rifq mana. Bahada qo'yilib ketmay, qimmat afsanmay deb tirishilgan. Yani bir taraftan sal rahim qilish, mehr shafqat qilish nima bor bir ish. Masalan, kesharika, shirik bo'lishmas. Masalan, bir obdan bir mal ushrab qolsa, menda nima oldim, bir o'yini shunda azim ushrab qoldi, mashg'ul qoldim. Masalan, bu mening shirik qilyapsizlar. Shunday ish bor-ku, shirik qilyapsizlar. Ya'ni foydani teng ko'rdilar. Men bu foydalay, sizlarga asli hamma foydani sizlamamasa, men bu foydalay. Kesharika degani endi bu shiriklashdi, lekin shiriklashni ba'zida da Ma'u talib bu savdo qilishni pul topishni o'qimaydi. Buni shuni bir shirik qilib qo'yay. Shuni kirim bo'lsin, bunda manfaat abqasin degandek bir rifq nimasi bor buni. Lekin bahat alishish nimasi bor biz tarafdan. Masalan, 30% foydani sizga ya 50% da deyishtirashim bor. Val iqala mana iqalamo bir ala vajh rifq degan nima bor, undan bahat alish va gapim bor. Va tavliya deganmi shu? Tavliya deganmi rifq masalasi bor. Bunu cik paydanmay mana şu. Ağam pulumu izg'i setib biray bunun deb. Rasululloh bilan men mansh pul olgandim. Izg'i biray deb. Bu qilsa bunun rifqi bor. Ya tavliya degan izg'i setish. Al-iqala degan yandurutish. Ondan foydasi setish murabaha dedi. Zina setishni wadi'a. Ve tahsil aqwal al-ulama fi hadhihi al-aqsam. Ulamalarning mushu üç türlük nasida so'zlarni, qarashlarni xulosalaydigan bo'lsak, amma ma kana bay'an va bi'iwadin fala khilafa fi ishtirat al-qabd fi. So'z qilib qolsa, bedel bilan almashtirgan bir narsa bo'lib qolsa, albatta qabd qilish shart deydi unda. Ixtilof yo'q. Va zalika fi shay' alladhi yashtaritu fihi al-qabd wahidun min al-ulama. Har bir olim birsi bir narsada birsi bir narsa qabd shart deydigan narsalar bor. Mushunda zodi qabd shart. Yani meylenin karşısında ya şu alim şu nasıl kabzını şart kılsa şart şununda. Ve amma ma kana halisan lirrifqi amda fakat mehr shafqat rahimdillik bilan elib birilgan bunda bir to'xtamli bo'lib qolsa, masalan, qarz berib turish degandek, fala khilafa aydan anna al-qabd laysa shartan fi bay'ihi. Bay' degan mishada masalan bir qarz var, shunami? Masalan, bir taqa ashni qarz beribdi deyli, lekin topshirib olmadi buni. Bir taqa qarz beray sizga dedi. Lekin qo'liga taqa topshirib olmadi buni. Shuni satsa bo'lamdi degan. Annal qabd laysa shartan fi bay'ihi dedi. Bundan keyin qo'liga topshirib olmay shu qarzni satsa bo'ldi ekan. Yani annahu yajuzu lirrajul an yabi'a al-qarda qabla an yaqbidahu. Ash bir taqa ashni qo'liga topshirib olmay turib, birisiga falan menga bizdaga ash qarz berganda taqa ekanmidim. Shu bir taqa ashni sana sataydi satsa bo'ldi dedi. واستثنى أبو حنيفة مما يكون بعوض المهر والخلع. İmam Abu Hanife de toyluk ya khul'a bedellerine yani şununla çıkan pul ya mal biznes bulduğu şunu istisna kıldıydı. Fakat yecuz bey'uhuma qabla al-qabd. Bunu topshirib elishdan ilgari setvasi bo'ldi ekan. Mesela ma qizga manch pul toyluk birimiz deb yigit taraf dedi-ku. Lekin taqa uyga kelib bermadi uni. Yani ki şu narsani keyin kechak masalan ya uy narsani qo'liga topshirib olmay turib boshqasi bilan so'zlashib setvasi bo'ldi deb Imom Abu Hanifa. Yana keyin qazman qo'lni shimani xaslashtirib chiqarib oldim desa. Ha, sir chiqaryapti hozir mana istisno. Endi xuladimi masalan
qo'lga topshirib olmay turib, masalan, ya mahrini qaytarib birdi, masalan, ya uning o'rniga pul urdi, shuni minbagan bo'lsa, bir bog' masalan, atar dina alayhi hadiqatahu deganda, shu bog'ni topshirib olmay turib, quli vaqasi bo'lgandan keyin qo'lga topshirib olmay turib so'zlasiz bo'ldi deb. Masalan, ara bog'ni qaytarib olmoqchi-ku. Ular shu chaqda hokimning sud mahkamasi tushirib bilan bu bog'ni bo'rilib bergan ekan, bazasi bilan setasi bo'ldi ekan. Va amma al-uqud allati tataraddadu bayna qasd ar-rifq wal mughabanati, hali o'tirib qolgan ikki xil sifat tepildigan sodlar va at-tawliya va ash-shirka wal iqala fa in waqa'at على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان فلا خلاف أعلمه في المذهب. مش أصلا بس إقالة والتولية شو يشكل أرتقيا كم بوماي أينن شو بهذا التولية ديام موش أعظم بعض غسيتش إقالة ديام موش أعظم بعض قايتر برش يا pul tutulmabdı ya üstün pul jalımıgan ahvalda bulaptan bu yandır piray ya bulaptan izgı piray be paydanmay muşu talipten bir paydanmay izgı piray ya depni qalgan ahvalda Maliki mezhepte asal ihtilaf yok dedi. Enne zalike caizun qabla al-qabd ve ba'dahu. Qulluq topshirib erishtin ilgari olsun, kim bo'lsin, bular dördüptü. Ve qala Abu Hanife ve Şafii, yani İmam Ahmed bin Billah, la tecuz ash-sharika ve la at-tawliya qabla al-qabd. Qulluq topshirib erishtin ilgari shirk qilvasi bo'lmaydi, izg'isasi bo'lmaydi. Ve tecuz al-iqala indahuma li'annaha qabla al-qabd fasxu bay'in la bay'un. Yani iqala jaiz bo'ldi qabla al-qabd debdi. Çünkü qulluq topshirib erishtin ilgari nim bo'ldi iqal degan. Burun sodini yandirishga iborat. Yangi soda emas edi. Yani şunun nazarda, lekin boshqa olimlarda bu yangi soda deb turgan bo'ldi. Ha? İmam Şafii yangi soda deganda. Ha. İmam Malik yangi soda deganda qildi. Fa'umdatu man ishtarata al-qabda fi jami' al-muawadat. Yani muşu bedeli va muşunda so'z setiqning hammasida qulga topshirib erish shart deganlarning tayangan dalili bu kimlarda? İmam Şafii. Annaha fi ma'na al-bay' al-manhi anhu. Qulga topshirib olmasa, shu hadis cheklangan so'da o'xshashmi shu? Shuni shirkati debdi. Çünkü şirket deganmi nima? Shu tovarning bir qismini sotishga iborat. Masalan, yerimi shirk qilib olay desa, xuddi yerimini shu odamga sotib bergandek bir ish deydi. Yani tavliyami bu bir setish, yoki izg'i setish nima? Fa'umdatu man ishtarata al-qabd fi jami' al-mu'awadat anna fi ma'na al-bay' al-manhi anhu. Ashqulu topshirib amgan narsani setishni tutug'i şunun cümlesinden deydi. Ve innama istasna Malikun min zalika at-tawliya wal-iqala wash-shirka. Endi İmam Malik Muşunda tavliya iqala ve şirkini müstesna kılıverdi. Nima uchun? Lil athari vel ma'na. Bunun delili var. Birincisi asar, ikincisi ma'qul delil. Amma al-athar kama rawahu min Mursal Sa'id ibn Musayyib. Bu asardan da İmam Malik'ten başka rivayet etken. İmam Malik rivayet etken. Mursal Sa'id ibn Musayyib enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala men ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfihi illa ma kana min şirketin ev tavliyetin ev iqala. Ne dikkat qilinglar. Ma birinci cümle men ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfi degan bu muttafaqun alayh. Hatta İmam Malik muvatta'da rivayet qildi. Muttafaqun alayh hadis. Endi ma Mursal Sa'id ibn Musayyib nimadan iborat desa, ma muttafaqun alayh ma jumla mubba ayıqda ma mursalda bunda ziyade ketdi. İlla ma kana min şirketin ev tavliyetin ev iqala. Yani bu istisna qilib bunda bir rivayet ketdi. Bu rivayetin hukmi nima? Mursal. Beşi muttafaqun alayhdi. Onun kaçılı yok. Lekin hozir manda holatda qo'shilib kelgani mursal. Mushin dalil qildi. Wa amma min tariq al-ma'na fa inna hadi inma yuradu biha ar-rifq lal mughabana idha lam tadkhulha ziyadatun wala nuqsan. Artıq kam pul talab qilmagan ahvolda mushu sharika masalan iqala tavliyadan maqsad nima? Mehr shafqat. Birisi kuyunib, ma talibkan izdig'i beray bo'lib foydalanmay. Ma'nodan bir qatim foydalanmay beray, ammo boshqa odamlarga foyda ko'rsatsam degandek. Yoki buni bir shirk qilib olay, buni tijorat yo'q deb foyda qilsin degandek. Iqalami shunday, xushmaqtib yandirib beray. Ya bunu qilsam dadam qabulda yandirib bergan bo'lsalar deb kichik bola masalan nima qildigan. Ya o'qmay sabtma hozir men lozim bo'lmaydigan qoldi. Lozim yandirib berishlar desa, mehr shafqat qilishdan iborat dedi. Wa innama istathna min zalika Abu Hanifa as-sadaqa wal khul'a wal ju'la. Ju'l degan bir narsa qatda bergan mukofot. Kim mandadim qila olsa, ya kim birinchi bo'lsa men mukofot bermayman deb. Mesela aşı naslini İmam Abu Hanifa qulluq topshirib erishdan ilgari satsa bo'ldi dedi. Istisno qildi.
لأن العوض في ذلك ليس بينا. Çünkü bunun da bedel bir iniq bir maddi nasi yok. Bedel yok bunun da. Mesela sadaqның bedel var degil bulamda. Yani bazı fıkıh kitaplarda bedel bıda deb qo'ydim. Ha? Lekin u qamlashmagan gap. Sadaqsa va bedel bıda deb qo'ydim. Bunun bir bedel yok. Bedel bıda olsa ayol kishimi erkakka sadaq berish kerakdi. Chunki ayol kishimi erkakdan foydalanadi. Lekin unda emas endi. Bu takrimun lil mar'a. İzzet qilish. Buni bunda eng aziz bo'lgan, yani yurak parisi bo'lgan bu mol dunyo, shunami? Insonlar shunday deb qaraydi-ku. Mol dunyoga hamda bir-biri shunda tutishib, urushib, bunda qon to'kishib ketamiz pul uchun. Bunda aziz narsani siz uchun men voz kechib sizga berman, yani sizni xohlayman degan tariqada marg'uba qilish jihatdan izzatlashdan iborat. Vel khul'u vel ju'l. Demak sadaqda badal bo'lgan ekan, xul'dan badal yo'q. Tamam? Mavo elishtiki gap, avo ayrilishtiki pul mavo, ha? Xudan to'yliqni shu qaytgan degan. Ag'an to'yliqni qaytarayotgan. Vel ju'l buni nimanda tutumliq bir nima yo'q. Bir moddiy bir bedel yo'q. Ma'naviy shunda bir xil bedel bor. Unda bo'lgan ekan, unda bedel aniq bo'lmadi. İza lam yakun ayna. Yani iz lam yakun ayna desek bo'ldi. Chunki buningda bu bedel hozir moddiy bir nima yo'q. Moddiy bir narsa bo'lgan ekan, bu aniq emas hamda bu demakchi. Muavodat bilan bedel so'zga misol qanday? Masalan, so'z-satiq, ijara, bu narsa muavodat, uqudul muavodat deymiz. Yani ikki taraf narsa birdigan, qarshiliklik so'zlar, qarshiliklik to'xtamlar, uqudul muavodat va uqudut tabarruat bunda ayrılır. Mesela hibe, sadaqa, bu uqudut tabarruat. Çünkü onun karşılığı men sana sadak veray, mani bagin degilmaydi. Hibe mi şunda biritidir. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.